Mınav qancha dedingiz bundan nemesin kilovatın? Aka 7,5 kilovat, 3,5 ya bor. Puluchi puli. Puli 7,5. Yaxshi ayting. 7,5 hozirgi. 6200 edi. 1500 qimmat bo'ldi. 6200 dan olyaptik-ku aka. 6200 edi. 3 kun bo'ldi. Qanchaga berasizmi hozir? Hozir 7,5 bo'lyapti aka. Ya qanchaga berasiz? Men 5-6 ton olam. To'g'ri sotolmayman. To'g'riga ber-da. Yo'q, qanchadan berasiz deb o'sha turgilgan bosini aytasizmi siz? 7,5 aynan aka. 7,5. Ko'rbaking aka bozorda. Pastani aptitasiga tushirib. Tushirib bering da men postoyan olatam 5-6 dan olatam jumasina. Turov? Olaman siz aka. Jumasina 5-6 dan olatam aka. Ha? To'ppa-to'g'ri aka. Ag'artudan. Qanchaga beraman aka? 5 motor olam. Qanchadan berasiz? 1 minut. Qazmadi qan? Dollar o'sha bo'yicha turadi aka. Dollar o'sha bo'yicha turadi aka. Mana qarang. Mana senereskalar, misol ha? Chop 43. Ova. Shuni 100 dollardan bergan Murun. 130 ga chiqarib qo'ydi Xitoylar. 30 dollarga qancha qo'shiladi? Bilmayman dollar. Bor joyiga qo'shib qo'yapti. Men nima qilay? Urungda. Xitoylar qo'shib qo'yapti. Urungda ularda. Jo o yoqdagi Xitoyda uralmasdi uni. Bu yoqda emas. Bularga yoqdan qo'shib beryapti. Nimaga bunaqa qilyapsan desam, yuvan tushib ketdi deyapti. Bu yerda Xitoy o'rni uratilar a? Bu yoqda Xitoy u. Ilojimiz yo'q aka. Ilojimiz yo'q. Buna motorlar. Qancha kilovat dedingiz? 7,5 kilovat. 7 kilovat a? Ha? Boshim aylanib qoldi aka. 7 kilovat. 7,5 aka. Kilovat. 7,5 jazgan. Kilovat, kilovatni. Kilovat 7,5. 3,5 ming oborot jazgan aka. Pulini ayting aka. Pul hozir 7,5 ming sotilyapti. Hozir sizga men hisoblab ko'rayin deyapman aka. 85 bo'ladigan bo'lsa 85. 5100 dan olyaptim. Kecha 6200 dan 6200 bo'ldi. 6100 bo'ldi keyin 6200 bo'ldi. Keyin sirasi 7,5 bo'ldi. Men ilojim sizga aka, siz postoyan keling. Buna suylayvering buna mengacha aka. Siz postoyan kelinsiz aka. Men zo'r qilib 7350 ga beraman sizga. Eng ildiy bas. Siz 5 ta olam deysiz. O'shuning uchun aka. Bo'lmasa ilojim yo'q aka. Buna tug'andar. Motordim